boy kambag'alni ajratgan odamdan ko'ra pastkash odam yo'q. Shuni ham bilib olinglar. Payg'ambarimiz alayhissalomning hayotlari shuni ishora qiladi. Rasululloh alayhissalom yuhibbul fuqara wal masakin va yajlisu ma'ahum va ya'udu mardahum va yushayyi'u janaizahum mavludda keladi. Payg'ambarimiz alayhissalom kambag'allarni yaxshi ko'rganlar. Kambag'allar bilan o'tirardilar, kambag'allar bilan yurardilar. Agar momoda o'lib qolsa, yuvib kafanlashdan tortib janozasigacha qatnashardilar. Bu degani Rasululloh alayhissalom odamlarni sortiga ajratmaganlar. Bugun 3 ta bola bo'lsa 3 xil ko'rishyapti. Bitta zo'r ko'chada urishadigan bilan boshqacha, boy bilan boshqacha, kambag'al bilan boshqa. Betiga ham qaramaydi kambag'al. Bularga qarab turib qalaysan deydi bunga. O'shina qalaysan deganga bunday tapishkazga yechib tappat qo'liga urib qo'ying. O'zingchi deydi. Kibrga kibr qiling-da. Xo'mrayadi. Nima xo'mrayapsan oshna deydi. Sen menga qo'lingni uchini beruvding, men o'tda qo'limni berib qo'ydim senga. Bo'ldi, tamom. Normalniy muomala qilsang, normalniy muomala qilaman. Bo'ldi, tamom. Kibrlik sizni mensimayotgan odamga yana qaytib aytaman, ey bolalar. O'zingiz sha'ningiz millionlab, milliard